Shunaqa ayollar bor, eridan ko'ngli sovib ketgan. Boshida erini juda ham qattiq sevganda, o'sha yillar davomida berilgan zarbalar, qilingan xiyonatlar, qilingan muomalalar tufayli o'sha ayol kishini ko'ngli sovib ketgan. Bu narsa uchun 1 yil, 2 yil u kamlik qiladi-da, kamida 8-9 yillik narsa bo'lish kerak edi. Bu narsa uchun, bu darajada ko'ngil sovish uchun. Erkaklar juda qattiq o'ziga ishongan holda aytadi-ku, "Qatga ham ketasan, kim uylanadi senga, voy bilat, bolalaring bilan kimga keraksan san" deydi-ku. Mana shu narsaga rioya qilgan holda xotinni ko'p dilini ortadi. Lekin o'sha ayol kishini ko'ngli qolganidan keyin, endi qo'pol bo'lsa ham aytaman, eri bilan даже bitta to'shakda yotgisi kelmay qoladi. O'sha bitta to'shakda yotadi-ku. Ana ayolni badani yig'laydi-da. Yota olmaydi, iloji yo'q. Agar majburlikdan yotsa, endi shu meni erim nima qilaman endi deb majburlikdan yotsa, aytaman, shu erkak bilan yotgan badan xorda yig'laydi. Ayol kishi o'zidan o'zi yig'lagisi kelaveradi. Xuddi kabutta unga bir begona erkak qo'l tekkizayotganga o'xshaydi. O'shaning uchun ayollarning ko'nglini og'ritmanglar. Ayol kishining baxtsizligi o'zi shundoq ham ko'zidan bilinib turadi. U nimadir deyishi shart emas. Shundoq ham ko'zidan bilinib turadi. Ko'ziga shundoq qarasang, o'sha ayol baxtlimi, baxtli emasmi, shuni bir qarashda aytib bera oladi kishi.